Bu videoda men har xil dahshatli saytlarga kirib ko'raman. Bu saytlarga kirganimdan keyin menga nima bo'ladi bilmadim-ku, lekin kontent uchun bo'lsa olamiz. Bu saytlar ichida meni hayron qoldirgani har xil tashlandiq binolarga onlayn tarzda kirib ko'rish mumkin ekan. Qani undan boshladik. Birinchi saytga kirishdan oldin u haqida ma'lumot beraman. Birinchi saytda odam terisidan, ya'ni odamning haqiqiy terisidan kiyimlar tikilar ekan. Demak, bu saytga kirib ko'ramiz. Bu sayt nomi Human Laser deb ataladi. Demak, birinchi saytga girdik. Rostdan bu yerda odam terisidan kiyimlar bor ekan. Даже sumkalar ham bor ekan. Hammasi odam terisidan. Oyoq kiyimlar ham tirkant. Qanaqadir oddiy tasavvur qilib ko'ringlar, mana maktabga yo ishga bordinglar, sizlar sumkalardan odam terisidan ketyapsizlar. Nima terisi? O odam terisi. Lab bilyapti. Bu saytga ham kirib ko'rdik. Endi esa keyingi saytga o'tamiz. Keyingi saytimiz bu har xil bizga shifrli kodlar berar ekan, ya'ni hakkerlik kodlar. Bu kodni oddiy odamlar ko'rib kulishi mumkin, lekin buning ichida yadrniy bombani kodlari yozilgan ekan. Demak, kirib ko'ramiz. Mana chiqdi. Birinchisiga kirib ko'ramiz. Mana rasmlar. Hozir shifrli kodlar chiqyapti. Bu yerda odam rasmi shifrli koddan yasalgan. Bu yerda yana shifrli kodlar. Yozuvlarga tushunib bo'lmaydi, faqat shifr. Demak, bu saytni ham ko'rib o'tdik. Endi keyingi saytga o'tamiz. Bu sayt videoni boshida aytganimdek, o'sha har xil tashlandiq binolarda onlayn tarzda sayr qilish imkoniyatini beradi. Demak, bu saytga ham kirib ko'ramiz. Shozbekdan tanlashib ko'ring. Bu saytlarda sayr qilish emas, shunchaki qayerda tashlandiq binolar borligini ko'rib chiqish mumkin ekan. Faqat bir xil tashlandiq binolar beradi, boshqasini tanlab ko'ramiz. Yana bir xil narsa. Bu yerda ham bir xil narsalar. Bu yerda ham faqat bir xil narsalar. Bu yerdan ham chiqib ketamiz. Boshqa hech narsa yo'qmi? Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Men bu saytni juda boshqacha tasavvur qilgandim. Ya'ni qanaqadir o'zi yurib, ya'ni o'yinlardagi joystikda boshqarib, shunaqa deb tasavvur qildim, lekin o'ylaganimdek sayt bo'lib chiqmadi. Hayron qolganimchalik unchalik zo'r sayt emas ekan. Bu video shu saytlardan iborat edi. Albatta shu kechasi soat 00:40 shuncha harakatimiz uchun albatta like bosishga arziydi. Agar siz shunaqa qo'rqinchli videolarga qiziqadigan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying.